Merhabalar, sizler bilan men Beko. Xullas bu o'tgan video uchun kechirim so'rayman, chunki u videoda yarmidan ham ko'p ovozim eshitilmay qolibdi. Bilmayman, bu telefondanmi eshitilmay qolibdi. Xullas boshidan ko'rsatib chiqaman. Mana ovozim bilan bugun. Mana birinchilardan bu suvning tagidagisini ko'ramiz. Kecha ko'rsatganimdagi bu yoqda yigitlar harakatda. Mana bu yoq emas ekan. Bu yoqmidi? Boshqa yo'ldan kelibmiz. Xullas mana bu yo'lda emas ekan. Mayli, boshda unday bo'lsa, boshda bu yoqdagilarni ko'rsataman. Mana eshik ochiladi va bu yoqdan yopiladi. Bu yerda kitobni, shuncha kitobni o'zim ham bilmay qolibman. Bu yerda kitobni olsang bo'ladi. Bitta kitobni olish kerak, bittasini qo'yaman. Ikkinchisini ham qo'yganda bostirilishi kerak. Ana bostirildi. Qo'yamiz, bo'ldi. Shunday yopiladi. Bu yerda yana bir xona. Bu yerda men tajribalar qilaman. Mana meni jamlanma tayyorlayotgan, bu chiroyli bo'lganga shu yerga qo'yibman. Bu yerda sehrlagicham, qo'lni yuvaman, kitoblarni qo'yaman. Bo'ldi shunday. Va qo'ydim. Voy. Endi nima gap bor? Judayam buni qilish qiyin. Eshikni yopib berish, chunki buning uchun ham topshiriq bajarganman. Mana yo'q. Xullas endi suvga boradigan yo'lni aniqlaymiz. Qaysi tarafdaligini belgilab qo'yishim kerak ekan. Bo'lmasam topolmay qolyapman. Bu yo'l emas. Yoki shu. Yo'q.
daraxtlar ham ana mana bu yerda qo'ylarmi qo'ylarmi cho'chqalarmi boqilayotgan joyda shu yerda edi. Mana bu yerda mana bu yerdan yo'l bor. Sekin tushamiz. Endi bu yerga qanday qilib kiramiz desa, o'tgan videoda o'zim chiqmay qolgan videoda ko'rsatgandim. Bu yerda o'zim uchun dastak ochamiz. Sandiq bor, sandiqni ochamiz. Kechda kechasi ko'rish, dastak va toshbaqaning kosasidan yasalgan hamma shunday narsani kiyamiz. Mayda-yuzini kiyamiz va olg'a bu yerga dastak narigi tarafda qolgani uchun mana va bum ochildi. Ketdi. Bu yerda ham havoning vaqti borda mana 10 daqiqa qoldimi, 10 soniya qoldimi? 10 soniya qolasanda bu yerda almashtirib qo'ya qolay. Mana bu yerda oltin olma, o'tgan safar ko'rganingiz. Bo'ldi. Mousni o'chirib qo'yamiz va oltinni qo'yamiz. Bu yerdan ketamiz. Almashtirib olishga bo'lmasam ko'proq bo'ladi. Boshqa taqadigan. Buning ham vaqti bordan voy indimi buni bo'ldi. Hozir kech qolmadi. Ana qo'yib yuborishim kerak edi. O'tgan safar ham shunaqa qilgandim. Endi uyimga keldim. Borvolgayman. Voy. Biz boshqani qo'ymoqmiz-ku. Endi boshqani qo'yib ketamiz. Ana bu dastaklarni ham. Xullas hammaga xayr, sizlar bilan men Beko edim. Kanalga obuna bo'ling. Esingizdan chiqmasin kanalga obuna bo'lish.